Malik va Lola qishloqda tinchgina yashab yurishgandi. Erta bahordan dalaga chiqib paxta ekib, yoz bo'yi dalada paxta parvarish bilan band edilar. Har kun kechqurun velosipedga bir qanor o'tni ortib, xotin ishdan uyga qaytishardi. Kuzda yetilgan paxtalarni terib olib, davlat xirmonlariga topshirganlaridan cho'ntaklari biroz qappaygandan xursand edilar. Qishloqdagi boshqa oilalar kabi oddiy, tinchgina hayot kechirishardi, toki Malikning do'sti Abror kuzda Rossiyadan uyiga qaytgunga qadar. Hosil to'y arafasida Abror uyiga qaytdi. Do'stlar ularnikida ko'z oydinga yig'ildilar. Abrorning gaplarini eshitib, uning lablariga uchiq toshdi. Har oyda $500 maosh olganmish, bir yilda $5000 pulni uyiga olib kelganmish. Uning gaplariga ishonmoqchi emasdi, ammo Abrorning Samarqanddan borib mashina olib qaytgunga qadar. Abror qishi bilan qishloqdan Samarqandga haydovchilik qilib odam tashidi. Mart oyida xotin bolalarni ham olib ketdi. U ketmasdan bir kun avval Malik u bilan gaplashishga ulgurdi. Qanday qilib hujjat tayyorlash, viza ochish mumkinligini, borsa ish topishga yordam bera oladimi, shularni gaplashdi. Abror unga yordam berishga rozi bo'ldi. Malik uyiga qaytib, bo'lgan gaplarni xotini bilan maslahatlashdi. U yerda ish ko'pligini, bir uyda ijaraga turib, bolalarni ham olib ketish mumkinligini, ikki kishilashib ishlasa foyda ham yaxshi bo'lishini, bir kishining maoshini yeysa, ikkinchisining maoshini to'plash mumkinligini, yana bolalar yoningda bo'lsa, ko'ngil xotirjam bo'lishini aytdi. Mana Abrorjon, xotin bolalarni ham olib ketdi-ku, biz ham ketaylik. Xotinning maslahati bir joydan chiqdi. Bekorga aytishmaydi-ku, xotin qo'sh ho'kiz deb. Qo'sh ho'kiz bilan omoch surib, yer haydab ekin ekishadi. Bizchi ikki kishi bo'lib ham bolalarni boqolmayapmiz. Rostdan ham ikki kishi dalada ishlab, yil oxirida olgan daromadlari Rossiyaga ketish uchun yo'l kiralariga ham yetmadi. Malik molxonadagi bolali sigirni sotib, 5 kishilik xotini, o'zi va 3 bolasi uchun chipta oldi va biroz Rossiyada yashab, yeyish uchun mablag'li bo'ldi. Uy joyini qulflab, kalitini onasiga topshirdi. Oyijon, uy joylarga ko'z quloq bo'lib turing, sizga topshirdim. Sizni Xudoga topshirdim. Baxtimizga doimo sog' salomat bo'lib yuring. Xullas, yana bir oila musofirchilik og'irligini bo'yniga olib, vatanni tark etishdi. Abrorjonning yordam bilan zavoddan ish topishdi, ijara uyga joylashdi, hammasi juda yaxshi ketayotgandi. Qishloqda atlas ko'ylak, lozim va ro'molda yurgan Lola Moskvada o'sha yerning odatiga muvofiq kiyinish kerak edi. Lozimlar shimga, ko'ylaklar maykaga almashdi, ro'mol pensiyaga chiqishga majbur bo'ldi. Qishloqda xotinining go'zalligiga sira e'tibor bermagan ekan. Shamshoddek qaddi qomati, kamon qoshlari, charoz ko'zlari, sharsharadek tim qora sochlari bor ekan, birdan namoyon bo'ldi. Malik endi xotinini ortiqcha rashk qila boshladi. Malik yuk tashuvchi, Lola farrosh bo'lib ishlashardi. Ular ishlaydigan sexda yigitlar juda ko'p, xotin-qizlar 4 tagina edi. Ularning ham ikkitasi yoshi o'tgan ayollar edi. Sexda bittagina qirg'iz kelin bo'lib, u ham farrosh bo'lib ishlardi. Lola tabiiyki u bilan yaqin dugona bo'lib ketdi. Kunlar o'taverdi, Malikning rashki kuchayib borardi. Bilmasdan yigitlarning birontasi xotiniga tikilib qolsa, avval yigit tayoq yerdi. Xotinim bilan bir gaping bormi? Unga tikilgan ko'zlaringni o'yib olaman, keyin Lola tayoq yerdi. Nega falonchi senga buncha tikilyapti? Nima u bilan biron gaping bormi yo qanjiq? Ko'pchilik orasida eridan bunaqa tanbeh eshitgan Lolaning eridan ko'ngli qola bordi. Yigitlar Malikning jig'iga tegish uchun ham Lolaga gap tashlashar, bundan Lola aziyat chekardi. Malik yana uni taxtachaga olib qiynar, uyda emas, ayni hammaning ko'z oldida xotiniga dashnom berar, hatto urushgacha ham borardi. Malik bolalarni ham o'zi bilan birga olib qaytgan, bolalarni jondan sevar, xotinni esa hammadan kuchli sevardi. Qanchalik rashk qilib urushsa, qalbidagi ishq gulxani shuncha lovillardi. Navbatdagi so'kinchlarni eshitib, xafa bo'lib yig'lab o'tirgan Lolaning yoniga dugonasi qirg'iz kelin Oysuluv keldi. Nega ha deb uning tanbehlariga yig'lab o'tirasan? Bunaqa erning boridan yo'g'i boshingga urasanmi? Umringga egov-ku. Unaqa dema. U meni juda kuchli sevadi, kuchli rashk qiladi. O'rtada bir emas 3 ta bolamiz bor.
Uchta bolali bo'lguncha biror marta eringga xiyonat qilganmisan? Yo'g'ey, nimalar deyapsan? Erim ham menga xiyonat qilmagan. Hali Oysuluvning gaplaridan uning lablariga uchib toshdi. Hech kimga aytmadi dardini. Hatto eriga ham bildirmadi. Erning esa rashk bahona hammaning oldida beradigan azobi jonidan o'tib borardi. Shu boisdan uyda ham tinchlik yo'qoldi. Bolalar ham dadalarining janjalidan bezor bo'lishgandi. Oyjon, qishloqqa ketaylik, dadamning o'zi qolaversin Rossiyada. Ammo oy-mo'y olayotgan pullardan voz kechib, Lolaning ham uyga ketgisi kelmasdi. Er-xotin bir necha marta uyda o'zaro dahanaki jangdan keyin arazlashib qolishdi. Ammo arazlashgach bir-birlari bilan gaplashmasalar-da, Malik sexda unga xo'jayinchiligini qo'ymasdi. Sexdagi yigitlar tomonidan Majnun deb laqab olgani ham bejiz emasdi. Bu sexda hamma musofirlar ishlashar, o'zbeklar asosan o'zbekcha gaplashar, Lolani ham singillari, opalari qatori ko'rishardi, ammo Malik buni tushunmasdi. Sevgi uning ko'zini shunchalik ko'r qilib qo'ygan ediki, Lolaning o'ziga bo'lgan munosabati yomonlashayotganini, Lola undan nafratlanib borayotganini ham sezmasdi. Siz nega menga tushunmaysiz? Nega hadeb rashk qilaverasiz? 3 farzandimiz bor. Shu paytgacha xiyonat qildimmi yoki biron begona erkakka qaradimmi? Shu paytgacha boshqalar haqida o'ylab ham ko'rmadim. Bu narsa gunohligini, sizdan jufti halolim borligini bilaman. Shuning uchun butun dunyo erkaklarni qator qilib qo'ysa ham, ular orasidan yana sizni tanlagan bo'lardim. Ishxonada hammaning oldida izza qilmang. Mayli ursangiz ham uyda uring. Faqat ishxonada odamni sharmanda qilmang. Sen juda chiroylisan. Boshqalar shunchaki qarab qo'ysa ham ko'nglimga tig'dek sanchiladi. Alloh bergan chiroy. Men nima qilay? Boshqalarday sochimni qirqtirib, turli fasonda yoyib tashlamagan bo'lsam, turli bo'yoqlar surtib, o'zimni ko'z-ko'z qilmagan bo'lsam, indamaygina burni qonagandek yuribman. Unda ishdan chiqazib, uyda qo'ying. Bu gapga Malikning o'zi ham ko'nmadi. Chunki ancha pul berib ijarada o'tirishibdi. Katta qizining o'qishiga pul to'lash, kichiklarning bog'chasiga pul to'lash, yeb ichish, kiyinish, kundalik ehtiyojlarga qancha xarajat bo'lishini har ikkisi ko'rib turishgandi. Shu gaplardan keyin Malik biroz tinchlandi, ammo sexdagi yigitlar tillashib olishgandek unga gap otishardi. Ulardan bittasi bilan hatto Lolaning o'zi janjallashib qoldi. Nega hadeb bo'lmag'ur gaplarni gapiraverasiz? Erim yonimda axir. Sizga biror marta imkon bergandimmiki, bunaqa gaplarni aytasiz. Shundan keyin u odam Loladan uzoqroq yuradigan bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Oysuluv yigitlarga aytib aytayin uyushtirayotgan ekan. Afsuski, u bu gaplarni keyin g'isht qolipdan ko'chgandan keyin bilib qoldi. Oysuluv bilan Lola yaqin emasmi, sirlashib turishardi. Shu eringni qilig'i hech bo'lmaydi-da, ahmoq u. Jonim, mehribonim, asarim, shakarim deb yurmaydimi? U bo'lsa faqat urushadi. Qilig'i shunaqa dugon, suysa ham so'kib suyadigan xilidan. Enangni senga birov qarasa qizg'onaman-da deydi. Ikkovi sharaqlab kulib yuborishdi. Uzoqda ishlayotgan erkaklar bir-birlariga kulib qarab qo'yishdi. Eringning shu qilig'i bo'lsa, 30 ga kirmay o'tin bo'lib, sochlaringga oq tushib kampirga aylanib qolasan-ku, qochib ket, ortingda yig'lab qolsin. Yolg'ondan ham bu gapni aytmagin. 3 ta bolam bilan enamning uyiga sig'mayman-u, boshqa yoqqa sig'armidim. Unaqa dema. Mening bir akam bor. Farzandsizligi uchun oilasidan ajrashgan. Bolalaringni ham seni ham boshiga ko'tarib yuradi. Agar istasang, telefon nomerini beraman, ammo u Moskvada emas, Samarada ishlaydi. Oysuluv unday dedi, bunday dedi. Oxir akasining telefon nomerini berib tinchidi. Lola begona nomerni olarkan chayon chaqqanday, ko'ngliga tig' urilgandek yomon ahvolga tushib qoldi. Nomerni telefoniga belgilab qo'ymadi, balki takrorlayverib yodlab oldi. Erim ko'rsa, meni ham, nomer egasini ham o'ldiradi. Kunlar o'tardi. Malik bir kun yaxshi, 2 kun yomon gaplar bilan Lolaning bezorini chiqarardi. Bu qilmishim erimga xiyonat bo'lmaydimi? Unda nima qilay axir? O'zining bema'ni rashki, bema'ni qiliqlari bilan jonimdan to'ydiryapti-ku. Azir, u seni sevgani uchun shunday qilyapti-ku. Xursand bo'lsang-chi, hamma nimasiga xursand bo'laman? Butun sexda sharmanda bo'lganimgami yoki bolalarimning dadalaridan bezor bo'lganigami? Uyda bo'ladigan kundalik janjallargami? Uning borligiga shukr qil. Seni sevishiga, sen uchun dunyolarni to'ntira olishiga shukr qilsang-chi, ahmoq xotin.
Lola xayolan o'zi bilan o'zi olishar, dilida ikki tuyg'u jang qilar. Bir tomon Malikni oqlasa, ikkinchi tomon qoralar. Lola ikki o't orasida qolgan edi. Kunlarning birida Malik yana chegaradan chiqdi. Uyda ikkisi urushib qolishdi. Qozon to'la ovqat tashqari otildi. Erning mushti xotinning boshi uzra o'ynadi. Oraga bolalar kirdi. Kichkina qizi onasining etagidan ushlab yig'lar. O'g'li 5-sinf emasmi? Onasining oldiga o'tib dadasiga tik qarab nafrat bilan gapirardi. Onamga qo'l ko'tarmang. Avval bizlarni uring. Agar vijdoningiz o'lgan bo'lsa, keyin onamni uring. Oyi, maoshingizni olsangiz qishloqqa ketamiz. Bir o'zi qolaversin shu yerda urus xotinlar bilan. O'g'lim sen qo'shilma. O'g'lim demang, dadalik qila olmaysiz. Kunda janjal charchab ketdim. Shunaqa qilaversalaring uydan qochib ketaman. Bola jahliga chidolmay yig'lab yubordi. Malikning tugilgan mushti sekin ochildi. O'g'lining yig'layotganini ko'rib ko'zlariga yosh qalqdi. O'lsin Malik. Boshingga tuproq tort Malik. Sharmanda bo'lding Malik. Hali onasi og'zidan ketmagan o'g'ling senga dars beryapti Malik. Xayolda faqat shu so'zlar aylanardi. Boshini ushlab stulga o'tirib qoldi. Bo'ldi tamom. Bundan keyin bir marta urushsam betimga tupur o'g'lim. Axir men sizlarni sevaman-ku. Jonimdan ortiq ko'raman-ku. Dunyoda sizlardan boshqa kimim bor axir? Dilida aylanayotgan gaplarni tiliga keltira olmadi. Lola yig'layverib ko'zlari ishib ketgandi. Nonga deb chiqib ketdi va ko'chada takrorlayverib yod bo'lib ketgan. Oysuluv bergan nomerga telefon qildi. Narigi tomondan krik ovoz eshitildi. Allo, kim bu? Bu men. Oysuluv aytganmidi sizga? Buncha kechikding. Kutaverib o'lib bo'ldim-ku. Lola esankirab qoldi. Quloqlariga ishonmadi. Bu odam notanish emas. 40 yilga qadrdonlardek gapirardi. Ha nega jimsan? Qachon kelasizlar? Qachon borsak sizga ma'qul bo'ladi? Men uchun ertagayoq kelinglar, kutyapman axir. Ertaga bora olmaymiz. Boradigan paytim o'zim aytaman. Xo'p, lekin ko'p kechikma. Lola telefonni o'chirdi. To'g'ri qildimmi? Ko'nglida bir tuyg'u noto'g'ri qilyapsan deya isyon ko'tardi. Axir sen birovning juft halolisan. 3 ta bolang bor. Ota uyingga bir hafta sig'maysan-u, begona odamnikiga sig'armiding? Ikkinchi tomondan yana xayol og'ishiga tushardi. Dunyoda hamma erkak Malikday mol emas, qara, qadrdonlarday gapirishini. Malik 3 farzandli bo'lguncha ham shunaqa mehrli gaplarni aytmagan. Bir haftachaga ham xotin yarashib ketishmadi. Sobirjon oyingga ayt, meni ko'ylagimni yuvib qo'ysin. Sobirjon dadangni ovqatga chaqir. O'rtada vositachi Sobirjon 5-sinf o'quvchisi, ikkinchi farzandlari edi. Bir haftadan keyin maosh olishdi. Lola o'zini kasallikka solib tushdan keyin ishdan qoldi va bolalarni kiyintirib soat 3dagi poyezdga o'tirib yo'lga tushdi. Bolalar o'zlarini qishloqqa ketyapmiz deb o'ylashgani uchun indashmadi. Poyezd tongda Samaraga yetib keldi. Lola bolalarni olib tushgach, Oysuluv aytgan kishiga telefon qildi. Telefon o'chiq edi. Har yarim soatda telefon qilaverib, soat 9larda. Kim bu? Allo, men Lolaman. Moskvadan keldik. Qanaqa Lola? Qanaqa Moskva? Men Oysuluv aytgan ayolman. Telefonni narigi tomonda biroz taraddudli jimlik hukm surdi. Keyin qayerdasizlar degan tovushni eshitib, Lola xursand bo'lib ketdi. Vokzaldamiz. 3 soatdan buyon sovuqda muzlab ketdik-ku. 10 minutda boraman. Suhbat tugadi. Sobirjon erkak kishining ovozini eshitib oyisidan so'radi. Biz qayerga kelib qoldik? Kim bu odam? Bo'lajak dadang. Nima? Siz buvinikiga ketamiz dedingiz-ku. Buvinikiga keyin boramiz. Bu odam dadangday emas. Boshiga ko'tarib yuradi bizni. Nima siz yana erga tegmoqchimisiz? Dadamdan battar bo'lsa nima qilasiz? Dadangdan yaxshi bu inson. Shu payt uyqudan ko'zlari shishib ketgan bir odam vokzal eshigidan kirib, u yoq bu yoqqa alanglab qaray boshladi. Yoshi 50larni qoralab qolgan, hali mastlikdan ochilmagan ko'zlari qip-qizil edi. Keyin Lolaning qo'l ko'targanini ko'rib, ular tomonga kela boshladi. Salom. Salom, Lola senmi? Ha, bizmiz. Yuringlar. Kiyimlari g'ijimlanib, kirlanib ketgan kostyumini ikki qo'llab urar, ko'rinishidan tugmasi yo'qqa o'xshardi. Ular bir uyga borishdi. Bu uy shahar chekkasida joylashgan vayrona joyga o'xshardi. Shahardagi isitish tarmog'iga ulanmagan, pechkasiga o'tin yoqilarkan. Uyga yetib kelishgach, mana bizning baxt saroyimiz deb qo'ydi. Hamma joy qarovsizlikdan suvoqlari tushib, devorlari qop-qorayib ketgandi. Lola uyga bosh suqib qo'rqib ketdi. Eng nochor oilalar ham bu darajada yashamasdi. Bolalar qovoqlari soliq, onalarini kuzatishar, ona esa hayronlikdan nima qilarini bilmasdi. Rostdan ham aytgandan ham suluv ekansen, Suluvay. Lola indamadi.
uyga kirishdi. Bu odamning ismi Membet ekan. Mamatda o'zbekchasiga. Sen uylarning u yoq bu yog'iga qaragin. Men magazindan yeyishga biror narsalar olib kelay. Lola yeng shimarib uyni tozalab, bolalarni ichkari xonaga joylashtirdi. Zarni supurib sidirib, o'rtadagi stol-stullarni tozalab, hamma narsani joyma-joy qo'yib, qo'lidan kelgancha tartibga solib qo'ydi. Mambet bir to'rvada mayda-chuyda olib keldi. Kechga osh pishirib qo'ygan. Bir bayram qilaylik. Ammo olib kelgan narsalar bilan osh pishirish imkoni yo'q edi. Lola boricha ovqat pishirib, uning ishdan kelishini kuta boshladi. Membet kechqurun ovqat paytida bir shisha aroq topib kelib, shishaga cho'qishtirib ichdi. O'z tilida nimalardir deb tilak qildi. Bir hafta o'tmasdan bu oilada ham tinchlik yo'qoldi. Men seni boqaymi, yetimchalaringni boqaymi? Membet kunda ichar, ichgach ming yilki gaplarni eslab so'kinar. Uning hayotida u paytda Lola bo'lmagan bo'lsa-da, u ham kam qolmasdi. Bir haftada Lola tayoq yedi. Bolalar kaltaklandi. Bir oy o'tmasdan Lola qilgan ishdan pushaymon yedi. Itvachcharingni ko'zimdan yo'qot. Mambetning birinchi gapi shu edi. Qayoqqa yo'qotaman axir? Bolalarimsiz yasholmayman. U yo'q paytda Lola to'yib yig'lab olar, qilgan ishiga ming pushaymon bo'lardi. Yaxshiyam katta qiz o'qishda. Lola shu yaqingacha bolalar bog'chasiga farrosh bo'lib ishga joylashdi. Kichkina qizini bog'chaga topshirdi, ammo o'g'lini maktabga bera olmadi. Har kuni bolalaring yo'qot degan tanbehni eshitavergach, Sobirjon bir kuni poyezdga chiqib Moskvaga dadasini izlab yo'lga tushdi. U dadasiga hamma gapni aytib bermoqchi, oyisini yana dadasiga qaytarmoqchi edi. Dadasi birov marta ham itvachchalaring yo'qot deya oyisini urmagandi. 5-sinf o'quvchisi rus tilini tuzuk bilmaydigan Sobirjon Moskvaga yetib bordimi, dadasini tomolmadimi, uni bilmaymiz, ammo ketmasdan avval oyisining telefonini olib ketganligini, unda dadasining nomeri qayd etilganligini bilamiz xolos. Lola, bu kuningdan battar bo'l Lola. Kimlardir gapiga kirib buncha xor bo'lding Lola. Shunday to'kin zamonda bir burda nonga zo'r bo'lding Lola. Bu kuningdan o'lganing yaxshi Lola. Endi gapni Malikdan eshitaylik. Malik maosh olgan kuni katta tort ko'tarib xotini bilan yarashishga uyga qaytdi. Qo'lida bir dasta gul. Shu paytgacha xotiniga biror marta gul sovg'a qilmabdi. U o'z ko'nglini xushlab uyga qaytdi va eshikni ochib stol ustida turgan xatni o'qib toshday qotib qoldi. Biz ketyapmiz. Sizga esa omad. Qayerga ketyapsizlar? Kimdan qochib ketyapsizlar, ahmoqlar? Axir men sizlarning oilangizman-ku. Axir mensiz qiynalasizlar-ku. Malik o'zini qo'yishga joy topolmasdi. 3 bola bilan qayoqqa ketding, ahmoq xotin? Ertasi kuni xotini ishga chiqmaganini ko'rgan Oysulov zaharxanda kulimsirab Malikdan hol-ahvol so'radi. Chunki ertalab ishga kelayotganda akasi ularning yetib kelishganini xabar qilgandi. Lolaning mazasi yo'q, ishga chiqolmasa kerak. Xotin deganni ehtiyot qilish kerak-da. Avaylab erkalatish kerak. Urib so'kib yurmasdan u kulib nariga o'tib ketdi. Bir xayol Oysulovni oyog'i ostiga olib tepkilasa, ammo u begona ayol. Hamma narsani aralashtirib xotinning boshini aylantirib yurgan maraz shu. Malik ichidan bo'ralatib so'kib, ishi bilan mashg'ul bo'ldi. Oradan bir oy o'tmasdan telefon jiringladi. Malik qarasa Lolaning nomeri. Jahli chiqib olmadi, ammo telefon yana jiringladi. Jiringlayverdi, oxir qo'ng'iroqni ochib baqirdi. Ha, nima kerak yana senga? Dada, bu men. O'g'lining yig'lagan ovozi eshitildi. Qayerdasizlar? Men vokzaldaman. Uyga borishni bilmayapman, olib keting. Malik ishdan javob olib vokzalga yugurdi. O'g'li sovuqdan qochib vokzalning binosi ichida o'tirardi. Bora solib quchoqlab oldi. O'g'lim, shuncha kundan buyon qayoqlarda yuribsizlar? Sobirjon dadasiga bo'lgan voqeani aytib berdi. O'ldiraman, sizlarga azob bergani uchun o'ldiraman. O'g'li unga tikilib turardi. Axir o'zingiz oyimga kun bermasdingiz-ku. Sizning dastingizdan qochib ketdik-ku. Bo'ladi. Ochiq gapirdi qo'ydi. Malik boshiga mushtlab yig'ladi. Shu paytgacha uning dilida bir umid yashardi. Maoshini oldi. Menga jazo berish uchun bolalar bilan bir joyga bekinyapti deya o'ylardi. Hamma niyatlarim, umidlarim chippakka chiqdi. Endi kim degan odam bo'ldim? Qaysi tirik erkakning xotini boshqa er qiladi? Yana bir alkashni, narkomanni. Lola, Lola, to'q miyakligingni ko'rsatding-ku. Ayol kishining sochi uzun, aqli kalta bo'ladi deyishar, to'g'ri ekan. Ota bola juda ahil yashab ketishdi. Dadasi ishda payti Sobirjon o'qishda bo'lardi. Kunlarning birida telefon jiringladi. Dadasining nomeri emas. Sobirjon o'qishdan kelayotgandi. Qo'ng'iroqni ochganda oyisi: "Oyjon, yaxshimisiz? Bolam tirikmisan? Xavotir oldim. Sog' omonmisan? Dadang yaxshimi?" "Ha, dadam, ikkimiz yashayapmiz. Endi urmayaptimi?" Narigi tomondan yig'i ovoz eshitildi. "Oyjon, qochib keling, dadam sizni kechiradilar." "Yo'q, men dadangning yuziga oyoq qo'ydim. U meni kechirmaydi. Ammo qochib boraman. Gulishni olib, menga biron joy topishga yordam berasan?"
Albatta oyijon, albatta. Kechqurun dadasi ishdan kelgach oyisining gapini so'zma-so'z takrorladi. Qaytib kelsin mayli. Boshqa joyda yashasin, yordam beramiz oyinga. Sobirjonning yuzlari yorishdi. Dadasi o'ylaganchalik yomonmas ekan. Kel, hozir telefon qilamiz. Yo'q, oyim bog'chadagi ayollarning birini telefondan qo'ng'iroq qildilar. Ertani kutamiz. Malik xotinni kechira olmasdi, ammo katta ayb o'zlariga bo'lgani uchun ham inday olmasdi. Yana kichik qizi xotini bilan hayot davom etardi. Sobirjonning qo'lidagi telefon bir oydan keyin yana jiringladi. Assalomu alaykum oyijon, sog'inib ketdim sizlarni. Va alaykum assalom. Joning sog'im bolam, dadang yaxshimi? Biz ertaga poyezdga chiqib boramiz, qochib ketyapmiz. Bir amallab shu do'zaxdan chiqib olsam, bu yog'i yaxshi bo'ladi. O'sha kun dadasiga oyisining gaplarini yetkazdi. Kulish jonimni ko'rar ekanman-da. Oyim ham kelyaptilar. Oyim meni qiziqtirmaydi. Men qizimni sog'inib ketdim. Sobirjon dadasining bo'g'zi to'lganini, gapira olmay qolganini ko'rib labini tishladi. Oyim ahmoq ish qildilar. Dadamning nafratlanishga haqlari bor. Sobirjonga dadasi pul berib, adresini ham yozib berdi. Taksida olib kelishni topshirdi. Ona o'g'il quchoqlashib ko'rishdi. Onasining oppoq chehrasi xiralashgan, avval go'zalligidan asar ham qolmagandi. Qarimsiq ayolga o'xshab qolgandi. Sobirjon ularni o'zlari yashayotgan uyga olib qaytdi. Yana dadangning kaltaklariga chidaymanmi? Dadam sizni kechirmaydilar. Singlimning hurmati uchun bu yerdasizlar. Ayb o'zida bo'lgani uchun onasi indamadimi? Uyga kirishdi. Onasi uyni tozalab, supurib, hamma narsalarni taxlab, ovqatni pishirishga undadi. Kechqurun Malik biroz mast holda uyga kirib keldi. Gulijon dadalab u tomonga yugurdi. Malikning kelganini bilib, Lolaning yuzi oqardi. Hozir tepkining tagida qolaman deya o'yladi. Malik oshxonaga qizini ko'tarib kirdi. Salom, yaxshi keldinglarmi? Rahmat, keldik. Malik, meni kechiring. Kerakmas. Joy topguncha 1-2 kun yashab tur. Keyin biron joy topib chiqib ketarsan. Ishga kir, istasang qizimni ham menga qo'yib ket. Lolaning boshi egildi. U Malikning urib do'pposlashini, bo'ralatib so'kishini kutgandi. Ammo Malik juda sokin, qat'iy gapirdi. Unda o'ch olmoq niyati ham yo'q edi. Xuddi begona ayol bilan gaplashayotganda o'zini chegarada ushlab gaplashdi. Dada, oyi, ovqat yeymizmi yoki gap tinglab o'tiraveramizmi? Hozir o'g'lim. Lola dasturxon tuzab bolalarga Malikka ovqat solib qo'ydi. O'zingizga qani? Hozir olib kelaman. Lola oshxonaga borib kichkina tovoqqa ovqat olib kelib dasturxon boshida o'tirdi. Dasturxon boshida hech kimdan sado chiqmadi. Sobirjon noqulay vaziyatni yumshatish uchun televizorni yoqdi. Narigi ko'chadan senga kerak uy topib qo'ydi. Rustam oshnamning xotini non ishlab chiqarish kombinatidan ish topdi. Ertaga u bilan gaplashib beraman. Ovqatlanib bo'lgach Malik yotoqxonaga kirib ketdi. Lola bolalar bilan xonasida tunab qoldi. Bu yerda Malikning befarq yuziga qarab ichidan zil ketayotgandi. Nima qilay, ayb o'zimda. Mayli, ijara uyda yashayman. Ertalab Malik ishga, Sobirjon o'qishga jo'nagach, Lola ham kiyinib o'zi ishlagan sexga borib, Oysuluvni chaqirtdi. Birozdan keyin yal yonib, Oysuluv tashqari chiqdi. "Ha, Lolosh, yaxshimisan?" Lola o'zini zo'rg'a ushlab turardi. Oysuluvning uzatgan qo'li havoda qoldi. "Sen mening boshimga nima kunlarni solding, qanjiq? Oho, erni yomonlagan, yig'lagan men emas, sen eding. Endi men gunohkor bo'ldimmi? Sen mening turmushimni buzding. Hayotimni ag'dar-to'ntar qilib tashlading. Narkoman akang bilan qo'shmazor bo'lgurlar. Lolosh, men bilan urushmoqchimisan? Kerak ekan-ku, izlab yugurib bording. Akam seni kelib olib ketdimi? Xotinlarning dahanaki jangiga qayerdandir Malik topilib kelib qo'shildi. Lola, sen indama. Sexning hammasini sug'urib yurgan bu qanjiqni o'zim bir yoqlik qilaman. Aha, dayus it. Boshqaning ostidan tortib olib xotin qilib ketaverasanmi? Bo'lsa bittasi bilan bo'lgan. Senga o'xshab hamma bilan birga bo'lgani yo'q. Yo'q, siz aralashsangiz militsiya chaqirishadi. O'zim beraman jazosini. Lolaning boshida ro'moli bor edi. Oysuluvning sochlari yoyilgan. Bu Lolaga qo'l keldi. Oysuluvning sochidan tortib yaxshilab ta'zirini berdi. Sexdagi yigitlar kelib ajratishmasa, Oysuluv qora qonga botardi. Ustingdan militsiyaga arz qilaman. Men ham ustlaringdan arz qilaman. Akang bilan tiling birligini, geroin savdosi bilan shug'ullanishingni yozib beraman. Bor, chaqir Melisani. Ammo Oysuluv uning gaplaridan xavfsiradimi? Sochlarini tekislab ustini qoqib, "Qudaydan toparsan" va yana bir nimalar deb qirg'izchalab qarg'ab ichkari kirib ketdi. Lola alamini olgandan xursand, Malik aytgan xilib kombinatni izlab topdi. Ishga joylashib qaytdi. Unga tungi smenada ish borligini aytishdi. Ayni muddao bo'ldi. Kechqurun Malikning betiga qaray olmay yurgandi. Xullas, er-xotin bir uyda begonalardek 3 yil yashashdi. Lola kunduz uyda uxlab damini olgach, uy ishlari bilan shug'ullanar, ovqat pishirar, kir yuvar, uyni tozalar, hamma ishni bajarib bo'lgach, kechqurun 8 da ishga jo'nadi. Ba'zi kunlari Malikni uchratmasdi ham. Bu ish Lolani qayta tarbiyaladi.
Lola endi avvalgidek o'z husniga mahliyo bo'lib yurmas, o'ziga husniga bee'tibor bo'lib qolgan edi. Ishlaydigan joyda ham faqat ayollar, asosan 35-40 yoshdagi ayollar ishlardi. Lolani duxovkaning yoniga qo'yishda bu tundagi eng qiyin ishlardan biri edi. Bironta peshdagi nonlar kuyib ketsa pulini o'ziga to'latishardi. Ish og'ir emas. Pishgan nonlarni solib konteynerga yuborish kerak xolos, ammo bu ishda uyqu yo'q edi. Sal mudrasang, bironta pechkadagi non kuyib ketardi. Xullas Lola ishiga chin dildan berildi. Malik unga ijaraga uyga chiqasan degani bilan o'g'liga onangga ayt, uyda yashayversin, sizlarga ko'z quloq bo'lib debdi. Tashqaridan qaraganda qo'shnilar nazarda eng baxtli oilalarning biri sanaladigan bu oilada endi bir necha yillardan buyon tayoq to'qmoq yo'q, urush janjal yo'q, ammo xotin orasida munosabat ham yo'q edi. Ular deyarli gaplashishmasdi, hatto ko'rishishmasdi. Lola o'z aybi bo'ynida hech indamay olmasdi. Uning boshida o'tgan voqealarni hatto uydagilar, ota-onalar ham eshitmadi. Qo'shnilarga xotinim uyga borib keldi degan xabarni tarqatgan ham Malik edi. Lola shu kuniga ham xursand, bolalarning yondaligi uchun Malikdan minnatdor edi. Agar boshqa erkak bo'lganda xotinning kallasini kesib yoniga qo'yardi. Ammo Malik hatto biror marta uning qilgan gunohini betiga ham solmadi. Bu orada uning boshqa shaharda o'qiyotgan qizi o'qishni bitirib qaytdi. Oila tugal bo'ldi. Hatto katta qizi Orzugul ham bu gaplardan bexabar edi. Ota-onasining butunlay o'zgarganligi, uyda janjal yo'qligi, ota-onasining alohida xonalarda uxlashi hammasi unga g'alati tuyular, ammo sababini bilmasdi. Hech kim yo'q payti endi 2-sinfda o'qiyotgan singlisi Gulixon opasiga oila sirini aytib qoldi. Dadam bilan oyim urushgach, oyim bizlarni olib boshqa dadaning uyiga ketdilar. Boshqa dada juda yomon ekan. Oyimni urardilar, akam qochib ketdilar, keyin bizlar ham u dadadan qochib bu yoqqa keldik. Orzugul singlisidan bu gaplarni eshitib taxtaday qotib qoldi. Nahotki oyim shunaqangi ahmoq ayol bo'lsa. Ammo tuni bilan issiq pechka yonida tikka turib, bursuldoq non chiqarib uxlamasdan tongni kutadigan, har kun 4 ta nonni bag'riga bosib uyga qaytadigan oyisi haqiqatda yaxshi ona emas ekanda. Yaxshi ham dadasi ularni qabul qilibdi. O'rtada bolalari bor, boshqa nima ham qilardi. Orzugul meditsina kollejini bitirganligi sababli kasalxonaga ishga joylashdi. 1 yildan keyin esa sevgan yigitiga turmushga berishdi. Malik bilan Lola nima qilishdi dersiz? Ular hali ham bir uyda, 2 begonada yashashyapti. Dunyoda bundan og'iri bo'lmasa kerak. Bir-birini sevgan insonlar, bir-biriga intilgan insonlar begonalarday. Bolalarning hurmati uchun bir uyda kirib chiqishsa-yu, dildan gaplasha olmasa, bir-birining bag'riga to'lmasa, bir-birini zimdan kuzatib umri o'tsa. Qancha yomon bo'lmasa, Malik vijdonli yigit ekan. Lolaning har joyda sarson bo'lishiga yo'l qo'ymadi. Ammo ko'ngli toza yigit ekan. Et ichganlagandek ovqatni ko'rsamadi. Lola o'zining qilmishidan butun umr uyalib, Malikning ko'ziga ko'rinishdan qo'rqib yashayapti. Agar Malik uyda kiritmaganda, balki yo'ldan chiqib ketarmidi? Kuni kecha Malikning kiyimlarini yuvayotib, cho'ntagidagi prezervativlarni ko'rib, esxonasi chiqib ketdi. Ammo bitta salofanga solib olib qo'ydi. Erkak ishda kim biladi? Buzuqlarga borib yuribdimi? Nima ishlar qilib yuribdi? Men bilan yashamasa boshqaga uylansin, halol yashasin. Shimini yuvib toriga ostida qurigach yana haligi matohlarni shimning cho'ntagiga tiqib joyiga qo'yib qo'ydi. Malikdan bu nima deb haddi sig'ib so'rolmadi. Yig'layverganidan ko'zlari shishib, qizarib ketganini ko'rgan Malik gap nimadaligini angladi. Qilgan ishiga pushaymon bo'ldi. U hech qanaqa buzuqqa bormagan. Mana endi 5 yildan buyon xotini yonida bo'lsa-da yolg'iz edi. Lolani sinamoq uchun bu ishni qilgandi. Demak, hali ham meni sevar ekan, ammo haddi sig'ib aytolmayapti. O'sha kuni Lolaga dam berishganda oxiri chidolmadi, Malikka yorildi. Men boshqa joyga ijaraga chiqaman, siz uylaning boshqa birovga. Bunaqa qilib buzuqlarga borib yurmang. Mening xotinim uyda, yana kimga uylanay? Men sizga xotinlik qila olmadim. Roziman, uylaning. Lola chidamadi, ichkari yig'lab kirib ketdi. Birozdan keyin Malik uning ortidan kirdi. Jinnivoy, seni sinash uchun qilgandim bu ishni, bilaman. Shuncha yildan buyon o'z etingni o'zing yeb kelyapsan. Bu yerda bitta sen gunohkor emassan. Asosiy gunohkor menman. Sen uchun jonimdan ketishga ham tayyorman. Faqat sen noto'g'ri ish qilding. Ammo 5 yillab har kuni seni o'yladim. Kechira olmasam kerak degandim. Boshqa joyda yashagan bo'lsang, balki unutib yuborardim. Boshqaga ham uylanardim. Ammo ko'z oldimda bo'lganing, harakatlaring meni kechirishimga sabab bo'ldi. Malik o'sha kuni masjid imomini aytib kelib, nikoh o'qittirdi. Zotan ularning zakislari hech qachon buzilmagan. 5 yil deganda bitta oila qayta tiklandi. Tamom azizlar. Agar hikoyamiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.
kanalimizga obuna bo'ling. Bizni kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like tugmalarini ayamay bosayotgan muxlislarimizdan Allohimning o'zi rozi bo'lsin. Xayr azizlarim, sog' va omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.